ananas sotayotgandek-da. Olasan? Nechi pul? Donasi 50 ming so'm. Olmaysizmi? Yo'q. Buni yeganingizdan keyin olimlar shunaqa buni ustida ishlagan, 7 kun uxlamasdan ham yashasangiz bo'ladi. Ayyo, men undan narsa yemayman, to'g'risi. Arzonga sotyapsiz. Atigi 50 ming so'm. Keyin afsuslanasiz. Va buni sotib olganingizdan keyin bo'yingiz 2 metrgacha o'stirib yuboradi. 50 mingga sotolmaysiz-ku, lekin chegirma deb boshida aytganingizda sal qiziqardi bo'lardi. Bu O'zbekistonda atigi 3 ta dona. Bo'ladi. Yana keldingizmi aka? Tomoshi. Yo, kechda aka sotyapmiz-da. Ananas sizniki, oching ichini. Hozir sizga yana bitta imkon beraman. Agar Instagramda menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 100 ming qo'shib beraman. Obuna bo'lmagan ekansiz. Shuning uchun hoziroq sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar.